Programmamızning tajdorligini Lazzat markasidagi yemakliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemaklik chak mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chak shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi so'qmoqlarni ishlab bozorga solgan Shinjang Guminahiya Inoq oila yeziglik taraqqiyot chak mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo suqisi bo'lgan E'tibor to'r savdo shartisi alohida qo'llagan. Anamning nini? Anamning nini ekan bu? Ha, shu anamning nini. Yangi filmga qo'shilgan Lazzat anamning nini. Arzu umid uchun mangan qadamlarimda naqsham menga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda Ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Dağlık markalık mahsulotlarni e'tibor bahas etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Shinjang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahas mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz, 1111 yuan qizil bog'liqqa erishish fursatingiz bor. Modigirin Abdulni ishlatib ko'ring. Mashinangizda ishining. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Telefon 13 509 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Modigirin. Her joy her vaqt ko'ngil ochadigan sirdoshlarımızning hammasi ko'znakda. Butun tordagi tanlangan televiziya teatrlari, kino, san'at programmalari, karton, ma'rif, kanallar hammasi ko'znakda. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi xushalligingizning eng yaxshi hamrohi. Kuldir kuldir, alni kuldirar. 观众朋友们，大家好，欢迎收看《快乐100%》节目，我是主持人热米拉。Küldür küldür sahnesi, xushallik sahnesi, küldür küldür sahnesi, shodlik sahnesi, küldür küldür sahnesi, barcha kulki xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng cho'ng komediya sahnesi. Salom kuldirishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salom naq maydondagi korxonchilar. Salom ekran oldidagi kulkiga tashna baxt egalari. Salom programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi ramilardan hammalarga sig'inishli salom, Dinar G'animat. Baxtiyor zamonimizning namoyandasi bo'lgan bugünkidek xushal kunlarimizda bosh shoji Xi Jinpingning 3-qitimliq Markaz Xinjiang xizmat suhbat yig'inida qilgan Xinjiangning madaniyat bilan oziqlantirish chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shish, avtonom rayonimizning madaniyatni rivojlantirish va uni ilgari surish tashabbusiga aktiv moslashish, markazning Xinjiang xalqiga bo'lgan g'amxo'rligiga rahmat aytish yuzidan har millat xalqiga kulki beg'ishlash maqsadida Kuldir Kuldir programmasini huzuringizga sundik. Bizning sahnamizda kulki bor, xushallik bor. Xo'sh, undaqda biz oldi bilan programmamizdagi ustozlarimiz bilan bir tanishib chiqsak, hammamizdan dehqi cho'ng ekran bo'lsin, marhamat. Kuldir kuldir, alni kuldirar. Düydarab judom lalmılıqların akmayı. Deniz kılığın bolsan, lalmılık degen buran çıkıyor. Şükürsa? Sen ayrıplan gitsense yaşıyor. Ben yetim esirge atı bulamadım edim. Bir yetim mumayga uğul bulay degendim. Şu dakika köt falan olandı. Terkotun balık döşen boşta uludu. Evet sen akşamını. Sevapını yandıramırsan yer ise. Ah bilek. Yok mu senin bir tansığı çektiğin? Ben bilen tans oynamayın, nemi çeken hanım. Kuda. Ama çırağını uçuruyorsun. Vay satan gidin. Abaydın beri bizi öyle utadık mı? Utadık. Ara işte huzurlandı ama. Gelin tek huzurlandı. Eysa biz pul tapmagan bilen çok mushkillarımızdan aldı da azrak 100 tapqa. Bizge bir 10 mingga keyinin qaytqınınqa rahmet. Ma işkimiz ma mush ko'chada cho'g'ilgan Eysa aka ola işkimiz bir telefonning ishi. Qanday ishing bo'lsa, hayt desam mana biz yanada tayyor topishganmiz. Xinjiang
Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining artisti, danliq aktyor, ustoz naqshchi, san'atkor Abdulla Abdurayim. Abdulla akamning hamda nurg'un naqshini bek yaxshi ko'rib anglaymiz. Izchil mushu naqsh programmalarida ustoz yetakchi bo'lib keldingiz. Bizning programmamizda aka sizni danliq aktyor, ustoz o'rnidan taklif qildik. Balkim nurg'un ko'rmalar bilishi mumkin yoki bilmasligi mumkin. Sizning asli o'qigan kasbingizning aktyor ekanligini shunday qilib. Shundoq aktyorlik kasbida o'qigan. Lekin naqshiga endi biz shu aqlimni bilgandan tortib naqsh etib kelgan o'zimning qiziqishim bo'yicha keyin shu maktabda texim yaxshi o'rganish fursati bo'ldi, keyin idarada texim yaxshi o'rganish fursati bo'ldi. Degandek endi izchil naqsh etib ketdim. Lekin mening o'rgangan kasbim aktyorlik. Bilishimcha Abdulla akam shu tunjiqar ibtotini siz yozgan shunaqa. Shundoq. Albatta ma'u biz ikkimiz deyish materiallarini tayyor qilib yozgan, men yozgan. Sizmi bundan keyin ko'plagan etotlarni ko'rishga tashlaymiz. Rahmat. O'sha atganda bir vaqt tushdi, bir vaqt xotinni uraman, iniq urayman. Yomon eg'ir urayman. Endi kechqurun men uchun yeb uxlaydi. Mushni tutib ketgan vaqtida mushni lazat tuz birimlarga tiqib, anondiki bunda urdigan bir ish qildi. Ish qilib qo'y, bizga qarvoy bilan to'y qilg'im yo'q. Masim Kananing xotindim aski nima u? Qep qizil sarang. To'y qilib bo'lgandan keyin tani bilan urib beshimni yermas, u vaqt men qada qilma. Oy ma hiliqi lozi bilan pomidorni chayzi bilan yon-yon ulayman deb yuradigan hiliq turoqcha. Va qadoq nima bo'lsa, dur. Qaramisiz? Voy, buni arqin 100 gram chiqmaydi-mi? 1 kilolik maytoni nerda topdi? Bachaqchaqma. Voy, men sen degandek dedim. Voy, sen degandek desam, onda bo'lsa Davud kamni oladigan ishni 10 ming so'm qo'yib o'taman dedi. Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining artisti, cho'ng Aysa obrazi bilan xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan danliq aktyor Xalmurod Ömer. Qarshi olamiz aka. Shundaq rollar bir kelsa, yana bir o'ynasangiz mushtaq bir rollarni ya. Orzuimiz bor. Mushtaqda boshqadan o'ynagim kelyotgan mush etotlarni. Bizning mush kuldir sahnasi mumkin bo'ldi aka. Sizlarni hargiz bo'sh qo'yayotmaymiz, cho'qim etot o'ynab berasiz. Bo'ldi. Rahmat. Küldür, elni küldürem. Meningcha qarang, hamma sezimim normal. Men mushu kiyimni kiyib borman, qanda? Sizga hurmatsizlik qilg'immi yo'q? Meningcha bu uyni nayt yaxshi tutqin bor. Sizmi hozirgi zamondagi oliy ma'lumotli cho'ng bir ziyoli-ku. Siz bunday gap qilsangiz, men boshqa odamlar nima deydi? Bichora eshak kolvon sifatlik, yuk toshish bilan hamon qimmatlik. Yuk ko'targichi eshak ham kala. Zalim odamdan 1000 martaba a'lo. Buni kimning yozganligini bilamsiz? Voyjon! Voy nimaga voyjonim bo'ldi? Ma xo'jalik bilimidi u? Voy nim bo'ldi? Hey! Siz avu rayonlik ma'lukumsizki Zumram deydigan mudir ayol bilan bir tuqqanmi? Voy yo'q. Men uyimizda bir tog'am qiz. Küldür, elni küldürem. Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining artisti, nurg'un etotlardagi roli bilan bizga kulgi ato qilgan atoqliq aktyor Guljamal Matliyaz. Guljamal odamning nurg'un etotlari bor. Biz hammamiz intayin yaxshi ko'ramiz. Uning ustida Guljamal oda qanday rol bo'lsa, shu rolga tusha olasizlar. Iliqim ma'lum bir xarakter bo'yicha mangmaysiz. Chunki men bu aktyorlik kasbini bek yaxshi ko'rib, o'zim shunchalik suyunadigan bir kasbni qilganligim uchun har bir obrazni o'ynaganda butun vujudim bilan shu rolni yaxshi o'rinlashga tirishaman. Shuningga sizlarga shunday to'yilga o'xshaydi. Rahmat ada. Intayin yaxshi ko'ramiz sizni. Rahmat. Programmamizga xush keldingiz. Küldür, elni küldürem. Bizga taraqqiyot, bizga zamoniylik, bizga moda. Shunda ayting ha. Buning tushamlikdan kechir yo'q-ku buni. Gap qildingmi operator? Dashsatsin tutdim. Ya pechetgansiz-ku.
Maqtığınızga rahmat. Dildiradamga sat rahmat aytibdi Majman xon. Navada ikkimiz to'y qilib bo'lgandan keyin siz mening ko'chada bir akish bilan paranglashib turganimni ko'rsangiz, o'chaq siz qanday qilasiz? Ya bundan kelmadi. Buraya kelmam. Gap bo'ldingmi? Qiziq emasmikan? Bu Yunus deymancha, ishimizni bilmadim-ku men. Dedim, ishimni olmadim men. Yunus davni. Buni men bilmadim. Anda tamoq yetishga o'tish huquqi bo'lishi xizmat qilmaslik kerak ekan. Mushlan qilasiz, anda men bu to'y qila olay ekan. Shu chaqlar oltin jabduq kiyim kechak yemak ichmak to'yliq deganlardan chiqimsiz bo'ldik-ya. Kuldur, elni kuldurar. Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining rejissyori, ekran va sahna san'atining qobil yetakchisi, ko'plagan qiziqarli etodlarning qalam sohibi va rejissyori Jurat Voyit. Xush keldingiz aka. Abay cho'ng ekrandan ko'rdik Juratdan. Shu har qaysi etodlaringizning rejissyorining obraziga tushadigan aktyorlar yo'qmi yoki siz chiqib olamisiz? Rol bo'lish huquqi o'zimda bo'lgandan keyin o'zim chiqib olaman. Chaqchaq endi hamkorlashuvchilarim asosan sen o'yinsan bekrak tushdi ekan. O'zingiz yaratmasangmi shu o'zingni o'yinsan bo'ldi ekan deb cho'ng chiqqan. Bundan keyin davomli chiqamsiz? Rejissyorning etodi chiqib qolsa o'ylashim. Boshqa obrazovchi. Boshqa obrazov asosan o'ynamayman deb qoldi. Kuldur, elni kuldurar. Naq maydonda bizni alayda tomoshabinlarimiz sifatida qatnashgan korxonchilarimiz bor. Korxonchilarimizni bir tanishtirasam. Hotel Lazzat Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirketidan lider yordamchisi İlyas Ali. Xush keldingiz. Urumchi Aralbaq Yemek İçmek Cheklik şirketi Ne'mat ichimligining lideri Abdukim Ömer. Xush keldingiz. Nahiye İnaq Ayda Yezikilik Taraqqiyot Mas'uliyat Cheklik şirketi setish bo'limining mas'uli Nurgul Turdi. Qarshi olamiz. İtibar Tor Sodi shaharchisining qurg'uvchisi Asqarjon. Qarshi olamiz. Şinjan Çindil Biyopen Texniki Taraqqiyot Cheklik şirketining lideri Yasinjon Sulaymon. Xush keldingiz. Şinjan Amin Altun Zibizindan Sodi Cheklik şirketining lideri Abduqoyim Avud. Qarshi olamiz. Şinjan Karvan Mablag' Silish Cheklik şirketi Mo'ligirin Abdullarining davlatimizdagi bosh vakolatchisi Lutfulla Azod. Qarshi olamiz. Şinjan Ranala Xalqaro Sodi Cheklik şirketi Ifrana girimchiligining mas'uli Turanqiz Mahmud. Qarshi olamiz. Urumchi Sanam Turmush Girim buyumlari Cheklik şirketining lideri Roshangul Emin. Qarshi olamiz. Şinjan Nazifa Xalqaro Sodi Cheklik şirketi setish bo'limining rayon direktori Ranagul Ershad. Qarshi olamiz. Şinjan Mehmon Tor Sodi Cheklik şirketining lideri Saydi Muhammad Mehmon. Qarshi olamiz. Şinjan Ko'znak Uchur Texnik Cheklik şirketining lideri Varis Qurbon. Xush keldingiz. Barcha korxonchi do'stlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Kuldur, elni kuldurar. Lazzat Kuldur programmamizning maqsadi barcha xalqqa xushallik ato qilish. Biz programmamizni boshlashdan avval programmamizning bosh rejissyori Jurat Voyit akamizni bir ikki kalima so'z qilib berishga taklif qilamiz. Marhamat aka. Kuldur programmasi yangi program bo'lganligi uchun hamda har bir programmaning o'ziniki tartibi bo'ldi. Bu qanday programma deb taqozolik bilan kutayotgan tomoshabinlarga bir tushuncha berib qo'yaylik. Endi men to'liq tushuntiramagan yali bo'lsa Abdulla aka sizlar apa deyasizlar. Birinchi bosqichimiz takliflik mehmonlar, takliflik aktyorlar yoki san'atkorlar har xil san'at numurlarini o'rinlaydi. Bu bosqichni baholovchilar baholash yapmaymiz. İkinci bosqich rasmiy o'zlari numur ekegan mahirlar bular baholash qatnashadi. Numurlarni shu o'ltagan 12 korxonchi, andan keyin 4 ustoz uning numur qo'yib baholaymiz. Hem bizning programmamiz asosan boshqa programmalarga o'xshash pek kuchli bir musobaqa uchun olgan emas. Chunki kulkini, xushallikni musobaqa saqlab olmaydi, selishtirib olmaydi. Shuning uchun bu yerdagi maqsad kelgan barliq shu mehmonlar sahnaga chiqayotgan san'atkorlar bilan birga intayin xushallik bir programmani xalqimizga sunmoqchi. Xo'shal foramliq asos o'rin turadigan shunday bir programma. Hamda bizning programmamizda numur qo'yish shakli 4 baholovchi ustozning 10 numuri bo'ldi. Shu yeshil chirog'imizni yandursak 10 numur bergan bo'lamiz. Andan har bir korxonchi ustozning 5 numuri bo'ldi. Shuning bilan to'liq numur 100 numur bo'ladi. Endi keyin bu 100 numurdan keyin tomoshabinlarimizga
to'rda bilet tashlash usuli orqali eng oxirida baholanadigan, eng olqishlangan tomoshabinlarimiz eng yaxshi ko'rgan shu mahirlar baholab chiqilib, programma guruhi tarafidan katta mukofot bilan mukofotlandi. Rejissorimiz degandek, bizning programmamiz musobaqa maydoni emas. Biz programmamiz qatnashgan mahirlarimizni baholashda xalqni kuldiradigan mahirlar deb baholaymiz hamda nihoyatda katta mukofotlarni beramiz. Ya'ni Amin zibi sunnatchiligi 100 ming yuan qimmatidagi oltin zibi sunnatlar bilan mukofotlaydi. Mukofot buyumlarimiz intayin esil. Küldür programmamızda körürmenlerimizde en küldürgen mahirlerimizni Şinjan Amin Zibu Zinnat Çeklik Şirketi 100 ming yuan kıymetindeki Amin Altın Zibu Zinnat oyunları bilen mukafotlaydı. Küldür, elni küldürep. Ekran aldığındaki qadrli körürmenler, naq maydondagi barliq ustozlar, karxanchilar programmamiz nihoyatda yuqori kayfiyatda davomlashyapti. Yana davomli qizg'in olqishlarimiz bilan mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Salam ekran oldidagi barcha tomoshabin do'stlar, naq maydondagi ustozlar, karxanchilar, hammanglarga G'uljidan kelgan mehmon Ershad Dilmuroddan mehrlik salomlar bo'lsin. Bugun men hammanglarning huzuriga o'zimniki she'riy chaqchaq mahoratimni olib keldim. Shu huzurlanishinglarni umid qilaman. Rahmat. Küldür sahnasi xalqning xo'shallik sahnasi. Tövanda sahnamizdan ulab anlatildigan xalqimizni kuldirish uchun kulkida qo'saq to'xlab keldik. Cho'ng Aysodek bir jin qisib Urumchini yo'qlab keldik nomli she'rlar postimizning birinchi bob birinchi paragrafini anglatamiz. Mana bugünkidek xo'shallik sahnasi bo'lgan Küldür programmasiga men xalqimizning cho'nqur yurikidan o'rin olgan muhtaram ustozlarimdan Xalmuratkamga qarab turib, ba'zida yaxshi bo'lib bahordek kulkini tashlamaysizda, ammo jinim aka yengamdan qo'rqqan bilan yilqi gumpangizni tashlamaysizda. Yana Xalmuratkamga qarab, bizdek shunda g'uljilikni Urumchida aslab qilsangiz bo'ldi. Abdulla akam bir kitob sotsa, 5 ko'yliq bir dastlab qilsangiz bo'ldi nomli she'rlar. Yana Xalmuratkamga mehrli she'rlarimizdan shundoq bir yaxshi bo'ldik biz bahorning taxtida, mana shu to'rda o'tadi butkul xalqimning baxtida nomli she'rlarimni. Endi o'tdagan faxrlik ustozimiz Naqshchi Abdulla akamga qarab turib, küldür sahnasi xo'shallikni qayda qildi-da, musiqimda chachlaringiz qo'yuqlish qoldi aka, sarkardilar payda qildi-da nomli she'rlarimni. Yana Abdulla akamga qarab, o'zini yaxshi degan xalqim ko'ngilda iymay ketdi-da, mana shu xo'shallik sahnasiga mo'tivarni kiymay ketdi-da nomli she'rlarimizni. O'ng tarafidagi faxrlik ustozimiz Guljamaldamga qarab turib, xalqimizning xo'shalligida bahorga kuy sog'idek, anglasan sunukingni do'rab Gulshan taqqa uy sog'idek nomli she'rlarimni. Mana shu bahorda xalqim hammani o'rab berib, jinim hada shunda suyun ko'psiz maymunlarni do'rab berib nomli she'rlarimni. Jurat Voyt akimizga qarab turib, bütün yazgan idotlarınız hamma xalqqa yuzdan ketdi. Xayboldi chachlaringiz budirdi aka, nima qilib bu tuzildi ketdi nomli she'rlarimni. Yana Jurat Voyt ustozimizga qarab turib, eskitamdan shamol chiqsa bütün hammasini o'ralamdikin tan 600 gradus ko'zoynak bilan she'riy chaqchaqni ko'ralamdikin tan nomli she'rlarimni. Mana karxanchilardan o'tdagan lazzat shirkatidan kelgan karxanchimizga qarab turib, ba'zida og'in pangyoning ishida telir yo'qka, jinim aka har holda shu lazzatlarda relir yo'qkan nomli she'rlarimni. Rahmat. Yana o'ng tarafdagi o'tdagan Ne'mat shirkatining karxanchi akimizga qarab turib, muhabbatlik she'rlarimizdan ba'zida yaxshi bo'lganlar hammidek ko'ban bo'kitdi. Mana shunday kichikkin chiroyli Ne'matga lo'ban bo'kitdi nomli she'rlarimizni. Yana bir merli kulib turgan ustozimizga qarab turib, ba'zi chaqchaqlarimiz sahanda qolmish qapti. Jinim aka burtib qo'ygan tuklarimiz beshinizla olmish qapti nomli she'rlarimizni. O'ng tarafidagi chachlari haqiqatan sum bilan o'tdagan akimizga qarab turib, men shundoq chaqchaq qilaman, hammasining tuzunligi nima degan havas qildirdi chachlaringizning uzunligi nomli she'rlarimizni. Endi o'tdagan hadimizga qarab turib, shundoq bir ilhom kechasi saharlarda besib turgan, jinimada bir pul topgandikin oltinlarni esib turgan nomli she'rlarimizni. Yana endi o'tdagan karxanchi akimizga qarab turib, ba'zida choyni quygan jonon-chinining chiniskanda jinim aka ash ko'zaydigingiz, juratkamni ko'zaydigini ingiskanda nomli she'rlarimizni. Mana mayaq o'tdagan ko'zdak shirkatidan kelgan akimizga qarab turib, muhabbatlik she'rlarimizdan
Ba'zida ko'chamizdan o'tganda bir ikki qitim siqirib o'tasiz, ko'znakdan sovuq qilib qolsangiz, jinim aka VIP'dan chiqarib o'tasiz nima she'rlarimizning. Rahmat. Nazifa shirkatidan kelgan mehribon korxonachimizga qarab turib, ba'zida yaxshi boqqan kollaringiz o'kir ketdi. Jinim hada Nazifa foyda qilib, jinlaringiz ko'kir ketdi nima she'rlarimizning. Mana o'ng tarafida o'tgan e'tibor to'g'risida shaharchisining bosh qurg'uvchisi akimizga qarab turib, shundaq bir yaxshi bo'lganlar o'zdek arto kutdi. Jinim aka kuldir-kuldirga kelib, otishlar marto kutdi nima she'rlarimizni. İfrana şirketiga kelgan mehrlik hadimizga qarab turib, Ershotlar she'riy chaqchaqni qilishni qoida qildi-da, jinimada İfrananing ko'z turmalari o'zingizga foyda qildi nima she'rlarimizni. O'ng tarafidagi Amin Chak shirkatining qurg'uvchisi akimizga qarab turib, ba'zida shunda hajdim avtobusning ustida tangida jinim aka Amindan oltin sovuq qilib o'rib, ko'ylingizmi oltinning rangida nima she'rlarimizni. O'ng tarafidagi ham bir hadimizga qarab turib, ba'zida shundaq bo'lgan baharning o'ziga yoshlari nima degan yarashqanda jinim adamning qo'shma qashlari nima she'rlarimizni. Oxirsida barcha o'tdaga ustozlarimning oilasiga baxat, korxonchilarningki ishlariga barakatlilik mushadaxlashtirgan rahmat. Güldür güldür elni güldürür. O'zim shu o'zimizdan Chapchal noyisida sug'urt xizmati bilan shug'ullanaman. Bugun mana Musanda o'zim yoqtirgan, mush pastda o'tgan 4 ustozimning oldiga kelib, mushada o'zimning bor bo'lgan mush ortiqchiligimni namoyon qilib berganimdan shunchalik suyunaman. Barcha tuvanda o'tgan ustozlarimga, korxonchi akalarimga cho'nqur rahmatlarimni bildiraman. Sen bizden Chapchaldın mı? To'g'ri, Cho'ng'bug'urdan. Chapchal Cho'ng'bug'urdan. Bizden ma'lum ketsen. Ama bugungi so'z o'yinki ma'o she'riy chaqchaqdan bek astoydil tayyorlik qilganligini his qildik. Rahmat aka, rahmat. Agar Nahmaydan keltirgan bo'lsam, sening zehningning nihoyat katta ekanligini his qildik. Rahmat. Programmamizga bir yo'shin qo'shdim. She'riy chaqchaqni yana bir xil shaklda chiroyli İpkep sevkam sana rahmet. Rahmet. Yani bir katım programda seneden mushundaq bir yani katta bir payzını görüşünü ümit qilamiz. Sana o numara verdim rahmet sana. Mübarek olsun. Olur aka, rahmet. Rahmet. Undan ki. Rahmet Abdullah aka. Hem de bu da takımın payz optiği deymek. To'g'ri aka, to'g'ri. Şu müziklarni qo'yib, kichkina boshqa kerak bir ishqilaydi. Tayyorlik bilan. Ha. Xo'p. Bu da yani kelişimizni qarşıladınız. Bizden başka gitimiz yok. Mübarek olsun. Rahmat aka. Mübarek olsun. Ben niyet oturup ustaz emas, bir tomoshabin sifatida oturup o'yin ko'rgandek shunchalik bir huzurlanib ko'ryapman. Hammalarning shunda talantini ko'rib faxrlandim inlarim sizlar. Rahmat aka, rahmat. Shu bizning adli san'atga ishda yoq bog'lab o'zingiz boshqa kasb bo'lsinmi? Meni shundaq yaxshi she'riy chaqchaqlar bilan xalqimizga shunday xo'shallik qilib keldingiz. Bizni shunchalik kildadingiz. Sizdan xo'sh bo'ldim ukam. İşleriniz takımı otuqliq bo'lsin. Rahmat aka, rahmat. Rahmat aka. Mübarek olsun. Endi boya deyildi seni azroq tayyorlik qilib oldi deyildi. Men o'ylayman, tayyorlik qilgan bo'lsangmi, shu maydonga kelgandan keyinroq qila olgan tayyorlikmi deyman-a? To'g'ri aka, endi tayyorlik ras Xalmiratgam degandek bor, lekin endi naq maydonga kelib mana korxonchi ustozlarni ko'rib baxmadim, lekin bularga shu naq maydonda qarab deyish kerak-da. Men o'sha gapni deyapman. Chunki bizningki 4 ustozniki oldin ola kim ekanligi oshkorlangan bilan korxonchilar maxfiy tutilgan emasmi? Shunga bu mohirlar korxonchilarga shunday chaqchaq qila olgandan keyin naq maydonga kelgandan keyin bulun chiqaqdan marab yurib shu kichkin tayyorlik qila oldi. Shuningga bu fikrning orliqda sal udar oslab qolishining sababi birsi shu naq maydonda markalarni bir yoqdan o'qiyotdi. Korxonlarning ismini o'qiyotdi. Yana bir yoqdan o'ylayotdi. Bu intayin yuqori saviyalik bir mahorat bu. Shu naq maydonning o'zini ko'rsatdi. Hukm sen intayin yaxshi bir shu talant borki, o'zing uning adabiyot kasbida o'qibsa, bu she'riy chaqchaq qilish uchun adabiyotdan xabarimiz qilib bo'lmaydi. Shuning uchun o'zing yashagandan o'zing xizmating boshqa bo'lsa-mu, mushi qiziqishingni uzun mezgil davomlashtirib, hayotingda o'zingning ikkinchi bir kasbidek mushta tutib menishingni tilakdashman. Rahmat numar berman. Mübarek olsun. Sözlerinin taraflarını yaşamayız. Yeni bir fikir var. Bugün çaqchaqlarım shunday yaxshi bo'ldi she'riy chaqchaq. Rahmat. Ama she'riyroq bo'lib qoldi. She'riyroq.
Gaplar aralashroq. Lekin bu da texmi bizlardan cho'ng umid kutimiz. To'g'ri aka. Texmi diqqat qilib Endi tushundingmi? She'riyroq degani chaqchaq tutgan bo'lib qoldi demakchi. To'g'ri. Bo'ladi aka. She'r tarafimiz sal ojiz hozir. Bo'ladi aka. O'zing bilding-ku. Tushundik. Rahmat 100 numaraga erishdingiz. Muborak bo'lsin. Abay ustozlar degandek, mush kuldir programmamizga nihoyat bir yaxshi pozitsiya bilan qatnashibsiz-ku. Biz bu tarafdan bak suyundik. Bizning mayirlarimiz mush programmamiz uchun hammanglar kuch chavatsizlar. Bu ro'yinglar bizni bak ta'sirlantirdi. Mush ajringlarga tushdik, erishganinglar albatta o'ngda nasib bo'ldi. Bugun to'liq numaraga erishdingiz. Hamda orqali yerim shu mukofot buyum taxtidan yerimiz keldi. Programmamizning tojdorligini Lazzat markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemeklik chek mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chek shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi so'qmoqlarni ishlab bozorga solgan Shinjong Gumunahiya Inoq oila yeziglik taraqqiyot chek mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo suqisi bo'lgan E'tibor to'r savdo shaharchisi alohida qo'llagan. Sira uning shirin ta'mini unutammaysan. Chunki uning lazzati boshqacha. Lazzat shirin tortlari. Arzu umid uchun mangan qadamlarimda naqsham menga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda Ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Qanda oila bo'lib ketdi bu. Inoq oila? Qanday inoq oila? Mana mushundaq inoq oila. Kelinglar. Inoq oila suqmoqchi. Canım mandam inoq oila. Qani? Mam inoq oila. Mam inoq oila. Bo'ldi kimsa. Mush inoqlik qilmaymiz mayli. Ailemizning shastqi, dastimizning yaxshi. Kelib inishqa eplek. Hammamizga keraklak. Inoq oila yurishlik maslahatlari. Modegirin Abdulni ishlatib ko'ring. Mashinangizda ishining. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Telefon 13 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Modegirin. Aziz bova? Aziz bova. Ana ham bovaqlar amra. Bekmi yumran emizgisi hajab ap. Qo'tolkisi jonlara hep o'tsi. Ishti bullaqi berdi quvvat. Sen acayip hayvan. Zaksunu rahat kolaylı. Sağlamlıktır en büyük baylı. Küldür, elini küldürer. Nihmat ichimliklardan ko'ngil so'g'is aka. She'r chaqchaqda tanitamiz aka. Sizga shirkatimizningki Ne'mat qahvasiga haqiqiy sharbatini ichki yurish sovg'a qilay. Rahmat. Xush keldingiz ukam. Rahmat aka. Sorunni qizittiniz, chaqchaqlaringiz shunda kulkulik bo'ldi. Rahmat. Biz Shindil shirkatimizningki Kozur maslahati bo'lgan to'g'usti yuqori kalsiylik oqsil talqonlarini sovg'at qilay. Sening salomat bo'lsin. Rahmat. Sen ham shirkatdan ko'ngil so'g'is aka. Xush kelibsiz ukam. Xush bo'ldik. Shundaq zerak, shundaq inkasınız pek tizken, hammamizga shu zaman müştaq xo'shalığınızı men hayron qoldim rost gapni qilsam. Rahmat. Shuningga hamda men shirkatimizning hamda bir kozur mahsuloti bor. Chash talqini, chash o'stirish meyi, andan hech qanday ximiyalik tarkib qo'shilmagan chash so'pimiz bor. Bir yurishlik. Mushu chash asrashni odatga aylantirgan bo'lsak. Bo'ldi. Rahmat. Chapchaldingmi? Chapchaldin aka. Unda bo'lsa chapchaldi bo'lsang bizning G'ulji shahar Safardoshlar avtomobil klubi deb yangi hayot ishki do'kon bor. Ashak berib 1 yil. Bizning mush Moligrim markasidagi Abdullar bilan 1 yil haqsiz mulozimat. Rahmat. Rahmat aka. Mehmon shirkatidan ko'ngil so'g'is aka. Sizga bizning Shinjang mehmon to'g'ri savdo shirkatimiz Xotan'da ishlab chiqargan
haqiqiy tibobat ritsep asosidagi mahsulotlarimizdan o'zingizga va oilangizdagilarga 2000 yuanlik mahsulot sovg'a qilay, davomli qilishing. Rahmat. Rahmat. Nazifa şirketinden bir yürüyüş için kaçıldığımızı size soğuk kalayım. Rahmat. Rahmat. İfrada şirketining mi ko'ngil so'g'is ekan? Yaxshimisiz kam? Yaxshimisiz ada? Sizningki talentingizdan shunda suyundim. Sizningki abim chaqchig'ingizni aytib o'tdingiz. Sürmemiz yadınız diken İfrana. Güzellik sende Rana degandek. Şundaq Rana'dan çoqum öyde birlememez apınız ba belki uruqti qaldırınız ba. Şuna sizge işki yürüyüş. Bizninki İfrana'nınki astidaki yemir markamız ba. Osmanhan yürüyüşligideki sürme, lak, qatarlıq bir yürüyüş rəngli kırım buyumlarımız. Əndin yana ərlər işiltişkin maskeldiğen terasıraş yürüyüşligimiz ba. Şundan bir yürüyüş soqlay. Rahmat ada, rahmat. Rahmat. Amin bizning aytiligidan mı ko'ngil so'g'is ekan? Yaxshimisiz ina? Yaxshimisiz aka. Qolgandek turadi. Ha, ashtal bilan otdi. Meni ba'masniki deyman. Hey, qara. Ha, kela. Hay bu yerda juma. Ba'masniki deyman. 6 soat bilet qashqada. Abdulla aka saf turib qo'ysin juma. Oltin beramiz adi. To'ngamdi qanday oltin beramiz. Ba'masmiki deyman. Ba'mamda. Nomerlaringiz bizga shunday yardi. G'o'jina yoshlar bir-biridan talantli ekansiz, haqiqatan qoyil bo'ldim. Sizga Amin Zibuzna şirketimizningki kumush do'konningki 999 yillik olmos darajalik vakolatlik o'rnasiga beray. Qanday chaqda ilib foydalansangizmi, urug' tuqqanlarga setib olsangizmi, shu ba'da e'tibor ba'da beray sizga. Bo'ldi. Rahmat aka, rahmat. Ben harakat qilayim buni. Keladi. Ben Tuvalda Abdulla aka. Biz cho'ng bug'urliqlar bek talaylik kelmiz deb o'ylab qoldik. Ajalik berma dedi adash, ajalik. Kumushmi yo'q? Ha bu diye töme olsun bir pul. Ya onu töme olsun bir pul. Berip alsan azam bir pul. Aval sattı dedi. He, aval satmışsan Mehmet. Aşçılık kaçılan aperitifke bak. Ulan canavış götürüp bir yerde azam bir de çekiyorlar. Başka sokaklarda korup kalmaydı. Nimbadınız zaten. Nimbadınız zaten. Benim 999 yillik olmos darajalik o'rin bor. Shu 99 yuanlik 999 yuan to'lagandan keyin erishadigan o'rin. O'sha o'rinni beraman. To'limi tasfiya ekan. To'limi tasvir ekan. Sen ufqamsa ashani ufqam. Aka, men sahnaga kelgan chaqda tut ustozni hayron bo'lib ketmay 999 yuanni oldida berib, aminni keyinda hayron bo'lib ketmay. Yaraysa. Ya hem tushuntirib qo'yapti. Aniq anglab oldingmi ma'qul? Ha. Başqadan bergan bo'ldi. Oxir berib turgan bo'ldi. Ya beramaydi aka, alqi. Qarabdi. Dagonlar uyini silib, ostida ul topqili keldi. Aminning ma yuqur tarafda o'tirib, sahnaga pul topib keldi. Beraytan aka bo'ldi. Sizga oltin uzukni birini sovg'a qilaman. Ya bag'izlatdan oxiri. Ha, Xalmurat aka. Kunasni güzel joy deb hammani aldab oldik-da, ikkimiz birlashib, mana hammani aldab oldik-da. Ya Xalmurat aka rasmiy rahmat desam uludan. Abdulla aka bilan zo'lab bag'izlatdi. Yo'l berib. Rahmat aka, rahmat. Sanchuvka, men mayli, men ishdan burun akangga bir yo'li qasdi. Qo'rqmaysa, dunyoda herkes dehqonning terimidan Xalmurat akamlar bo'lishib oldi, bir tal o'zining yerimi desa. Aşlaq desanlar Xalmurat akamon birini beraytamdi. Bu shogirdlarni quruqliq samsaq bu. Ya, shogirdlar uzuk bergan qaragan buning bilezik yurdi.
yigit Aminning uni qildi, cho'qim qildi. O'yinchilik ishni qilib etdi. Adam yo'q ya, deb voqo menga. Shu programmamizning shu mukofot buyumlarini beradigan bosqichimiz bir bosqich bo'lib qizilyapti demisha. Bularning yetmoqchi bo'lgan arzu armonlari va hamishada birdan parang qilishib o'zimizning markalarini to'ntimizda. To'g'ri. Nimish haliqi nim qilgan uzuk vergan bola nimishga desa amin deydi faqatlar. Ma e'lon rasmiy. Qimmat e'lon bo'ldi Abdulla aka. Abdulla aka e'londan birini berib etdi. Ha, cho'qim yana zanjirdan. Abdulla ishki zanjirlar og'zimiz ichida qoldi. Kömür zinciri. İşkinler işki kömür zinciri. 999 so'm to'lab olib. To'lab olsinlar. Men ko'yaversam zat atmay bir ko'y qaytarib berdi qayerga. Men bir ko'yni ilib oldi. Sen pul gap qilgan og'zing mushimda tikib yotmas. Amina 6 jipi bilan bu. Ma yo'lda yeydigan narsalarni evilib biroq tushgan. 600'lükni setib yurma yo'lda. Kimdir programmamizning tajdorligini o'ziga olgan Lazzat shirkatining ko'ngil sog'isi bor. Biz sizga xotin Lazzat shirkatidan har bir mahsulotimizdan bir yurishdan sizga mukofot buyurib qo'ydik. Rahmat. Gumnoya inoq oila yezgilik tadqiqot taraqqiyotchilik shirkatimizning so'qmoq asallaridan ichki yurish sovg'a qilaysiz. Rahmat. Ey rahmat. Qandaroq? Bu qoldimi? Chiqib aka qayığı pəmməyə tuncu qardı teyib getdik qo, küldür-küldürgə tuncu kepla, hamısını beyib getdik qo. Bu evimizga bay soğadın bir boğan, şirketimizdeki içimliklerden işki yeşiktin alıcı ustazlara bir soğad koyucu. Ancalayla. Mana aka, bu tasqağa so'raydigan. Yılqı çaqçaqçı oldu, ustazlarının gayesi de mana shu sizlar ishchimlikka ko'p qoldinglar, Ershad ininglarning soyasida deyman. Biz basak mehmon qilasa chapchal degan noisda. Bizning e'tibortor so'zchilarchimizda setilishni yaxshi bo'layotgan, bozor chiqqan 100 yosh markasidagi sog'lomlik mahsulotlardan siz va barcha ustozlarningki 100 yoshdan o'tib bizning bu sahnalarimizda tang bizga o'ltirib sizlarga yetakchilik qilish uchun siz va 4 ustozlarga 1000 yuanlikdan sog'lomlik mahsulotlarini sovg'a qilmoqchi. ishlayli davomli. Agar boya bir gap qapti, boya hammamizga chaqchaq qildingiz, lekin Ramila riyosatchining nisiyasi kam qolib qoldi. Agar Ramila riyosatchimiz bir chaqchaq qilsangiz, biz Ramila riyosatchimizga 1000 yuanlikni qo'shmoqchi. Voy bir chaqchaqda ish kishini qilib Nurg'ulg'an hujayri deydi, insonlarni neribda Ramiladan pul tepatdi, 2 metr giribdi mana. Rahmat. Ko'zakning bor? Ko'zak kino qilsin. Birini. Sizlar qo'shib Rahmat. Sizga mo ko'p rahmat. Abay ustozlar deganda yanimi yaxshi tayyorlik bilan, texmi puxta astoydil tayyorlik bilan kuldir sahnamizda sizni kutamiz. Rahmat edi. Yana bir qitim kelgicha omon bo'layli. Bu da qitim sizlarni texmi teliqib kuldirish uchun tirishib yana bir qitim oldinglar namoyon bo'limi hammalarga ko'pchilikka chin yurgimdan tashakkurlar bo'lsin. Rahmat. Kuldur, elni güldürer. Programmamızning tajdorligini Lazzat markasidagi yemakliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemaklik chek mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chek shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi so'qmoqlarni ishlab bozorga solgan Shinjong Gumnohiya Inoq oila yeziglik taraqqiyot chek mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo suqisi bo'lgan E'tibor to'r savdo shartisi alohida qo'llagan. Unga yetkazgani tuxum, yang'oq neg'izi, badam neg'izi, asal qatorliq tabiiy materiallar bilan tayyorlangan lazzat pishiriqlari. Har tillarda bir hikmat, bu tillarda bor lazzat pishiriqlari.
Men bir dada. Men ailemning to'riki. Sog'lomlik mening ishonchim. Sog'lomlik baxtlik oilamning, muvaffaqiyatli kasbiy hayotimning asosi. Men mas'uliyatchanlik bilan sog'lom bo'lishni tanladim. Sizga tavsiyarim mas'uliyatchan erlarning tanlashi bo'la oladigan rekord erlar sog'lomlik yurishligi. Modegirin Abdulni ishlab ko'ring. Mashinangizda ishlang. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Telefon 13 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Modegirin. U öndedar ətkisi, qaçılaş hacətsiz, avazlıq anlap ögünüş iqtidariga ega, imtihan türləri tuluq. Məmləkət boyunca tuncu bo'lib öndedar ətkisida çıraq məşqi qilishni ishga oshirgan. Har qaysi imtihan maydonlarining liniya xaritasi kirgizilgan. Mayli siz nada bo'ling, öndedar orqaliqla şoförlük imtihan məşqini bemalol davomlashtira olasiz. Do'stlaringizga tavsiya qilish orqaliqmi kirim yarata olasiz. Ham o'rgangili, ham pul topqil bo'ladigan şoförlük imtihonidagi eng yaqin hamroyingiz Mash'al şoförlük imtihan sistemasi. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizni to'rda ko'makchi bo'lsanglar, FL saloni, kanal saloni, Kuldur saloni, Ko'znak televiziya qutisi, Ko'znak app detali, Tor TV, CN Abjaq, Xinjiang radio televiziya tori, Aynak Talla televiziyasi, LQ tori, LQ app detali, Nur tori, Subat app detali qatorliqlarni ko'rsanglar bo'ladi. Kuldur, elni kuldurar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchiman, Lazzat Kuldur programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, Kuldur saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Ya'ni Amin zibi sunnatchiligi 100 ming yuan qiymatidagi oltin zibi sunnatlar bilan mukofotlaydi. Mukofot buyumlarimiz intayin isil. Kuldur programmamizda ko'rurmanlarimizda eng kuldirgan mahirlarimizni Xinjiang Amin Zibu Zinnat chaklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Amin oltin zibu zinnat buyumlari bilan mukofotlaydi. Naq maydondagi ustozlar, tarhajchilar, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, Lazzat Kuldur programmamizning bu soni o'shada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat Kuldur programmasi. Kelar kisan programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh. 下一期快乐100%。